tilab aytayin Xudoydan, baraka kelsin har joydan. Ay ko'p yarilib bu to'ydan, ko'rsatuvlar bo'ladi ya aytayinda ko'k maydon, ay ko'k maydon ko'rsatuvga. Xonadonlarda qorabayir zotli otlarni boqishga aholining qiziqishi katta. Boysun tumanidagi Dashtig'oz mahallasida yashovchi Xolmurod Tillayev ham farzandlari bilan birgalikda qorabayir zotli otlarni ko'paytirish, ularni uloq ko'pkari musobaqalariga tayyorlash bilan shug'ullanib keladi. Ko'pkari vaqtiga 70 kun otlarni bo'g'amiz. O'zim 70 kun, 60 kun ot bo'g'aman. Undan keyin chiqarib 1 oy 15 kun otlarimni qattiq suvitib, juda parvarish qilib olganimdan keyin yerga nam tushgandan keyin yomg'ir yog'ib, erlarga chang yotgandan keyin otlarimni to'yga chiqaraman. Chunki shunday qilmasangiz otlar chang yutib, ertalikdan chiqarsangiz otlar moy yutib, kelajagi yo'qolib qoladi, sog'ligi yo'qolib qoladi otlarda. Otlarimiz daromad ham keltiradi. Biz shu qon bilan kirgan bu narsa bizga. Biz chunki ota bobolarimiz shu narsa bilan shug'ullanib, shuni o'tib ketgan. Chovog'amiz, urug' avlodimiz chovog'an. Mana hozirgi davrda masalan mana o'zlarimiz ham otga qarab chovog'anni qilib uloq ayirib yuribmiz. Mana kelajakka mana o'g'limiz Elmurod chovog'anni tayyorlayapti. Mana uloq ayiryapti. Nevaralarimiz bor. Kelajakka mana shularni nasib bo'lsa, shular otlarni ham shularni ham tarbiyalab shuni borayapmiz. Uzun sarasiyalardan borib yaxshi biyalar olib kelish kerak. Tojikistonlardan biyalar o'tib kelyapti, bozorlarga keladi. Shulardan borib ko'rib bilib yaxshi biyalarni olib kelib, yaxshi otlarni qo'yib olib kelsak bo'ladi. Mana Toshkentlardan ham ot olib keldik. Mana shu yerga turibdi otlarimiz ichiga. Shulardan qulini oldik. Mana qulini shularni ham nasib bo'lsa kelajakka tarbiyalab borayapmiz. Shularni ot qilib chiqaramiz. Biyani masalan muskullariga qaraysiz, uchalariga qaraysiz. Hamma tomoni kalla qismlariga qaraysiz. Biya qandayligini o'zi shunday yuragingiz jizillab uraveradi. Qanday biya yaxshi bo'lsa ko'rsangiz, ko'rganingizdan keyin havas qilasiz. Shu biyadan olsam shunday yaxshi qulinlar tushadi. Kelajakka men ot qilaman deb havas bilan borib ko'rib bilib olasiz. Onasi bilan dashga haydab, parvarish qildirib, keyin olib kelib bedalarga qo'yib, 3 yoshgacha rivojlantirib, qarab 3 yoshdan keyin yuvosh qilib, 4 yoshida minib, asosdan 5 yoshida keyin asosda ko'pkarilarni mayda-mayda to'ychalarni ko'rsatib, o'rgatib, tarbiyalab olsak bo'ladi. Shunday qilib chiqarayapmiz ham. Qahramonimiz parvarishlagan ko'k, malla, qoraqush kabi bedov tulporlar el yurt oshib, katta sovrinlar ayirib, muxlisu mutaxassislarning e'tiroflariga sazovor bo'lgan. Egasining qo'rasini qo'ylarga, uyini gilamlarga, ko'nglini faxr iftixorga to'ldirgan. Hozirda ham Xolmurod akaning xonadonida qorabayir zotli uloqchi otlar hamda toylar ko'pkariga parvarishlanmoqda. Har qanday ot ham ko'pkariga chopavermaydi. Zotdor qulunlarni ko'paytirish, otlarni tanlash, tulporlarni ko'pkariga tayyorlash jarayonlari sir asrorlari xususida suhbatdoshimizga yuzlandik. Buni yoshi 11 yoshda. Xan Sulton degan ot shu. Bu asli Sarasiyadan chiqqan. Yoshligidan shuni havas qilib olib keldirganmiz. Sho'rchidan Fazil chovog'on minadi. Uloq ayirishlari juda yaxshi. Mana shu yil hisobiga ham Zoir chovog'on minib ot ayirdi, tuyalar ayirdi. Bu to'dadan chovadi. Qo'radan, Qashqadaryo va Surxondaryoning qayeriga to'y bo'lsa, yetkazib borib, xohlaganimizdek bo'lib kelyapmiz. Parvarish yaxshi. Ularni yem-yemishini hammasini rejasi bilan beriladi. Bir otlarimiz oshdan chopadi. Bir otlarimiz to'qdan chopadi. To'qdan chopayotgan otlarimizga 5 kilo, 6 kilo yemin to'liq beriladi. Bir xil otlarimiz to'liq berilmay 4 kilo bilan to'ylarga boriladi. Chunki osh to'qligiga qarab olib boramiz. Hammasini rejasiga o'rganib qo'ygan. Mana meni o'zim uyimda hozir masalan Qirg'izdan ot olib keldim 6 yoshda. 3 yoshlar yana bir katta ko'gimizni bolasini ham olib keldik. Uni ham mana tarbiyalab shu darajaga olib kelamiz deb nasib qilsa niyat qilyapmiz. Men uchun ot boqish bu narsalar qiyin emas. Chunki biz shu yoshligimizdan shu xonadonimizda ot uzilmay kelgan, shu otlar bilan shug'ullanib, shu otlarimizga juda mehr berib qo'yganmiz. O'zimizning uyimizda bizda masalan otbozimiz yo'q shu yerda. O'zimiz otboz, o'zimiz chovog'on, o'zimiz qaraymiz. Shuni oti uloq ayirdi, chovog'oni uloq ayirdi desa, shulardan dam olib kelamiz. Otlardan kelamiz, mashinlarimiz bilan kelganimizda keyin tuyalar tushadi, otlar tushadi, ho'kizlar tushadi. Keyin bola-chaqamiz ham quvonadi, xursand bo'ladi. Nevaralarimiz bu narsalarni ko'rgandan keyin kundan kun otga mehri oshib ketaveradi.
Xolmurod aka uloq chopib, elda obro' topgan chavandoz bo'lgan. Ot izini toy bosar deganlaridek, bugungi kunda uning o'g'li Elmurod polvon ham yurtlar oshib, ko'kkarlarda uloq ayirib, el og'ziga tushgan mohir chavandozlardan. Ersindan Elmurod Cho'xon o'zining klubini oldi. 30 yoshdaman. Shu ko'pkariga endi ota-bobomizdan o'tib kelayotgan bu o'yinlar, bog'larimiz, otalarimiz chopib kelgan. Biz ham shularni ko'rib yoshligimizdan ot bilan kelganmiz, bachchaligimizdan. Davomchi bo'lib kelyapmiz. Ot chopamiz. 14 yoshimdan boshlab uloqqa kirib jo'naganman. Elimiz, xalqimizni or uchun chopasiz ko'pkarini. Ko'pkarida endi otingiz bilan ikkovingiz bir-biringizni tushunib olishingiz kerak. Texnika kuchli bo'lish kerak chog'inda. Endi ko'pkari sport bu, oson ish emas bu. Bu ko'pkarida mashaqqati ham bor. To'dada xamchi ham tegadi, otni ham uradi. Bu endi sport shunday o'yin. U bilan to'xtab qolmaysiz. Jarohat oldim, bu o'yin og'ir o'yin demaysiz. Yana o'z ustingizda qattiq ishlaysiz. Ismim Jalol. Yoshim 8 yoshda. Lekin sinfda o'qiyman. Otlarni ko'pkaridan kelgan payti o'zimiz qaraymiz. Kelajakda otamga o'xshagan, buvamga o'xshagan katta cho'g'im bo'lmoqchiman. Meni yoshim 7da. Katta bo'lsam cho'g'imiz bo'laman. Otlar hammasi eng zo'ri Xon Sulton. Bilaman, ko'p bilaman. Ko'pkariga boryapman. Otdan qo'rqmayman, otlarni yaxshi ko'raman. Ko'pkaridan kelganiga otlar terlarni o'zim artib olaman. O'tga mehr bolalikdan tut tayoqni minib, men falonchi chobog'onman degancha bir parcha kigizni tengqurlari bilan tortishib, chopishdan boshlanadi. Chavandozlik ot ustida bobolarga mingashib, to'y tomoshalarga borishdan, o'smirlik yoshida ko'pkarida bekor uloqni olib qochishlardan boshlanadi. Ana shunday muhitlarda ulg'aygan bolakaylar vaqt kelib, el ori uchun mardlar maydoniga kirib, halollik bahosi, adolat tantanasi uchun kurashadigan alp yigitlarga aylanadi.